Albert Einstein 20 asrning mashhur fizigi bo'lib, uning nisbiylik nazariyasi olamga bo'lgan qarashimizni o'zgartirdi. Bu nazariya vaqt, makon va harakat o'zaro bog'liq ekanini ko'rsatadi. Vaqt va makon doim bir xil bo'lmaydi, ular harakatga qarab o'zgaradi. Agar biror jism juda katta tezlikda harakat qilsa, vaqt u jism uchun sekinroq oqadi. Masalan, egizaklardan biri yerda qolib, ikkinchisi yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda kosmosga uchib ketsa, qaytganda u yerda qolgan egizakka qaraganda yoshroq bo'ladi. Bu tajribalar bilan tasdiqlangan. Einsteinning mashhur formulasi mc² shuni anglatadi. Massa va energiya bir narsaning ikki ko'rinishidir. Kichkina massaning o'zida ham juda katta energiya bor. Shu prinsip asosida yadro energiyasi mavjud. Gravitatsiya tortish kuchi emas, balki makon va vaqtning egilishidir. Massasi katta bo'lgan jism atrofidagi makon-vaqtni egadi. Yer og'ir bo'lgani uchun makonni egib turadi va biz shu egilgan makonda harakat qilganimiz uchun yerga tortilamiz. Agar massa nihoyatda katta bo'lsa, makon-vaqt shunchalik egiladiki, hatto yorug'lik ham chiqolmaydi. Bunday obyekt qora tuynuk deb ataladi. Einstein ularning mavjudligini oldindan aytgan. Nisbiylik nazariyasi gips kabi texnologiyalarda qo'llaniladi. Koinot kengayotgani ham shu nazariya yordamida aniqlangan. Bu nazariya vaqt, makon va koinot haqidagi tasavvurlarimizni tubdan o'zgartirdi. Einstein zamonaviy fizikaning eng buyuk daholaridan biridir.